Do'stlar, hammaga salom. Qozog'istonlik UFC jangchisi Asu Almabayev hamyurtimiz Ramazon Temirov bilan bo'ladigan jang oldidan fikrini aytdi. Assalomu alaykum. 26-iyul kuni Ramazon bilan jang ekan. Qanaqa qilib bu jangga ikkalanglar rozilik berdinglar? O'zbekiston, Qozog'iston. Endi alaykum assalom. O'zbekiston o'zimizning bavur xalq. Hech qanday aramizda ne yo'q. Sportda yo'lda UFC'da menga berdi. Bizda onday tanlov yo'q. Men chiqam deb. So'ndықтан Ramazonda berdi. Ramazon egamiz жақсы жекпе-жек ko'rsatamiz degan o'ydamiz. Barlig'ingizni 26-iyul Abu Dabida kutamiz. Jankiyor bo'linglar. Assalomu alaykum. O'zbekiston, Qozog'iston polni Abu Dabini egallaymiz. Inshaalloh. Rahmat. Do'stlar, bu jangda Ramazonga omad tilab qolamiz. Qozog'istonlik muxlislar bu jangni 60 ga 40, ya'ni Asu foydasiga deb hisoblashyapti. Sizning fikringiz qanday? Asu shirtat deydi. Kommentariyada Ramazon omad deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Videoga like bosing, barcha yangiliklarni bilish uchun bizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi, bu men uchun sizlarga yangi video chiqarishimga motivatsiya bo'ladi. O'zbeklarning poddershkasini qanaqaligini ko'rsatib qo'ying do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha bizga obuna bo'ling, videoga like bosing.